Oshxona qilishni nemislardan o'rganishimiz kerak. Dunyoda Germaniya ixcham oshxonasi degan tushuncha bor. Aynan hamma biladigan uchlik qonuni shulardan chiqqan. Ya'ni ayollar kuniga oshxonada 1,5 ming qadam yursa, xuddi shuni bilan 700 qadamga tushirgan. Ikkinchisi, ular shu darajada o'ylaganki, tortmalarni hech qaysi joyi bo'sh turmaydi, har bitta joydan unumli foydalanishadi. Uchinchisi, ular 4 xil balandlikdan foydalanishadi. 90, 92, 94, 100. 165 bo'yli ayollarga 90 standart stoleshniца ishlatishadi. 178 dan bo'yi baland bo'lgan ayollarga 94, 100 ishlatishadi. O'zimizda bu narsalarga ahamiyat berishmaydi. Shuning uchun har doim ayollarni beli og'rib, shu narsadan aziyat chekishadi. To'rtinchisi eng muhimi, ular mebelni bitta joyda yasattirishadi. Narx bo'yicha etdi bunaqa, betdi bunaqa deb o'zimizdek yurishmaydi. Mebel va ergonomika bo'yicha ko'proq ma'lumot olish uchun podpiska bo'lib qo'ying.